To'xtat mashinani. Noto'g'ri tushunma, u. To'g'riman hozir To'xtat dedim gapiryapman. Rahmat. Endi, Mana, uyni ko'rdingiz. Sharoitlari yaxshi. Yaxshi, menga yoqdi, hamma sharoitlari bor ekan. Bo'ladi. Narxi qancha bu uy? Bu uy narxi 500 bo'lyapti. 500? Voy bu cha qimmat-ku. Boshimda xo'jayinim yo'q. Ikkita bola bilan o'zimiz turamiz. Sal kelishtirib bering, arzonroq qilib. Buni iloji bor. Voy, buncha yaxshi. Sizga 250 bo'ladi. Voy, baraka toping. 250. Faqat bitta sharti bor. Sharti? 2-3 kunda bir mehmoningiz bo'lib turaman. Tushunmadim. Yaqinroq tanishib, degandek boshingizda eringiz yo'q ekan. Menga uyingiz kerak emas. Men siz o'ylagan ayollardan emasman. Menga noz qilasan. Va alaykum assalom. Assalom. Bu Azizani qizimi? Ha, Azizani qizi Nargiza. Eridan ajrashib qaytib keldi uyiga. Yo'q, Hozir uyda yashayapti, ota-onasining uyida. Voy, yoshlarni qarang, birpasda-ya. Shunaqa. Tavba, tavba. Bekor qildim. Ozgina sabr qilmadim. Shukr qilmadim shundoq erimga. Dadasi men o'ylab ko'rdim. Ketmaydigan bo'ldim. Yana ozgina qolirkanman. Ozgina degan qancha qolasan? 50 bo'yicha qolaman. Ketmaydigan ekan, uzunmi? 50 yil bo'lsa.